Bugun Changan T3 to'liq to'g'ri holatda antiviz almashtirish ko'rsataman. Tak, Changan bu 20 bitta 24, 25 larda ikki xil bo'ladi. Bularda subachok, bu radiator и bir xil o'sha 24 bilan 25-chi anaqa yilda chiqqan gazli T3larda alohida ham bitta pechka patrulka ishlankasi bo'ladi, havo chiqazish uchun. Bu yerda bitta bo'ladi. Havo chiqaz olishi kerak bo'lgan antiviz almashtirgandan keyin salonda bu yoqda ham bitta bo'ladi. Mana ko'rsanglar hozir ko'rsataman. O'rtada ko'ryapsizlar qizil. 8 bu gayka bor. Bolt bor. Mashina yechib havo chiqarishlik kerak. Normal havo chiqargandan keyin yopsa bo'ladi. Iloji boricha ustagalarim 8 kichkintirish o'tgan galovkasini chaqlab olinglar. O'sha boshini ozgina chaqlab olinglar, chunki ozgina valinali bo'ladi-yu. Keyin havo chiqarsa bo'ladi. Bitta mashitda. Bir xillarda narigi tomonda bo'ladi. Uni endi keyingi mashinalarda kesak ko'rsataman dolsa.